sağlam ozuqlanishimiz uchun yemeklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga nazifani tavsiya qilaman. Chunki nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'shim suvi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qochining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemeklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Ümit ishonch bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barakatli qadamlarimda men organ miyi ishlatilgan ochil choch so'pini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirulsa. Ochil choch asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi choch so'pilari. Siz davamlıq dadamlıq işidim şundaq yiyiplam yürümsiz. Ha? Ha? Qısıq. Bir eşyaz barmı? Lider hazır aram elvadıdı. Keyinchiroq bo'lsin. Men sizni izlab keldim. Sirtga chiqqan, gap bor. Aliya, liderga bir stakan choy ekib bering. Fresh barmı? Ben tünügün nima dedim sizga? Ha? Akbar sho'parni ishdan bo'shatayotgan deganimni anglamadingizmi? Anladım. Hem siz bugun yana mashay deb yurdi-ku. Men liderga ma'lum qilgan. Nimalikkan? Lekin lider qo'shilmadi. Men liderning do'stlikni bek cho'ng bildig'ini obdan bilma. Shundaq. Lider bek oq ko'ngil. O'zining yaqin odamlarini qat'iy tashlatmaydiganligini bilmamsiz? Bilma. Undaq bo'lgandan keyin siz bu ishlarga aralashmang. Lider o'zi bir taraf qilsin. Shunga men sizni bir tarafga yuting dedim-ku. Men undaq qilmayman direktor. Men liderning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilaman. Akbar sho'par 50 dan ishib ketdi. Ko'z quvvatim yaxshi emas. Inkosim noit tuvan. Akbarkam noit astoydil. Ehtiyojchan odam. O'tgan 20 yilda u bir qatimmi qatnash hodisa sodir qilib boqmadi. Endi mush kichkina bir voqeani deblam bundaq bir taraf qilsak toza yaxshi bo'lmasmikin? Kichkina voqea deb atung cho'ngroq ish chiqsa, siz mas'ul bo'la olamsiz xizmat mudir, ha? Undaq bo'lsa liderning sho'pir bo'lsangiz bo'lmamdi. Nima? Yoki bo'lmasa men o'rnimni bo'shatib beray. Liderning holidan xabar olamsiz ya. Xizmat mudir. O'zining dadasining bayramini tabriklashni unutib qolgan o'g'ilga nisbatan aytganda, bu kichkina ish esir bilish toza aqlga muvofiq emas-ku deyman direktor. Hey, ishtim bo'shatdan degan keyin bo'shatsangiz tugamadimi? Nima to'la gap bu? Men undaq qilmayman. Men liderning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilaman. Xotinni? Mavu xotun degan qandaq gap. Shirkatda boshqalarning keyindan qalaymigan gap so'z qilishga bo'lmaydi. Bildingizmi? Boshqa ish bo'lmasa, men o'zimning ishiga mangay. Cesur. Voy, kral. Şanslıma. Şimdi gitsincho. Menimni tugay deb qoldi. Agar kechda boshqa ishingiz bo'lmasa, kino ko'rib kelamiz. Yan kino ekan. Ha bo'ldi, ko'rib kelaylik. Mening boshqa ishim yo'q. Yaxshi. Yana? Nəsirim eğir turuz qandaqmamə. Acayip şılcıq ya. Sınavdadan süt yaxşı adam ki. Simiş qundaysan tükürsüz. Ben yoxdu ben. Demiş ki saxtlansaqsız. Man qaran xinin, iştan jarayon bilmagandiki qalayib qan gap qilmang. O şirkatga mening do'stim tanishtirgan, lekin ularning qonunsiz ishlari bilan mening aloqam yo'q. Endi qana qilay deysiz? Cho'larning pulini xajlab yurmaydansiz? Yo'q. Amonat qilyapman ku. Siz cho'qim yaxshi topalaysiz. Faqat tirishsizlar.
Adil? Hey, to'xta, hey! Ay! Haykal! Hadi. Anne! Amca! Ay! Somkam! Benim somkam! Karanlık! Hey, to'xta! Hey! Voy, to'xta! Voy, to'xta! Pichoq chiqib ketyapti o'g'il. Bir ish bo'lmaganda. To'xta! Somkam! Hemen qilgansiz. Somkamni ichida pulim, kimlikim, hamma narsam botdi. Men qo'shib beramsiz? Menga qasam doqimsan. Ochib bosamay qoldim shu. Sizni yo'liqqandan boshlab nasib etib keldi meni. Chamdinim qani meni? Voy, o'zing so'rab turgan qo'yam. Hey! Voy, endi chamda yo'q-ku. Qanday qilma endi? Somkam, pulim, kimlikim hammasi yo'q. Endi kiyim-kechkim yo'q bo'ldi. Pulg'ash bo'lganda men qanday qilman? Ma'ni mamam. Sizga nimishqa yo'l qilib qolgandim men. Bu shahar tuqqanlarimiz yo'qmi? Akşam yo'q dedim-ku. Endi saqlab kiraymi? Nima? Tanogin chiqdim taxtiga yana kiramdim. Voy, endi qanday qilamiz? Hammani qilgansiz. Somkani atqan bormi? Kallozim tardimi? Voy, bir yig'ilmaga beshini oldi. Mening ishim ham qolmadi. Turadigan joyimmi yo'q. Bunda qilaylik. Turadigan boshqa yeringiz bo'lmasa, hozircha bizning uy turib turing. Men amal qilib pulingizni deb beray. Nima? Boshqa amal bo'lmasa, yo men dadamni pul so'rayamsam, shunisi oldirib turing meni. Sumkamni yuttirib yotganingizni demisam, qanday qilib yozga boratdin? Bunda qilaylik. Avval chandumay uyga kirib olaylik. Undan keyin qog'oshdan dadam o'zim oldirmay tushuntirib qo'yman. Bo'lmasa men bu uyni aydilishim mumkin. Boshqa amal yo'q. Qo'ying. Shunday qilaylik bo'ldi. Ben amman kızım kolay. Amman ürün çıkarıyıp biz kere olay. Vay,
Ama Ha, qaysarmisan balam? ama aylıqı sen davamlı görüyorsan televizyon tiyatro var mı? Şu. Şunun yeni kısımları çıktı ki. Dostum telefon kıptı. Çakarak dükkan çıkıp evden var deydi. Hazırla. Bombasa dükkanda kapıya bardı ki. Keç göremeyse. Çakarak boğun ha. Hazır çıkar ama pulu ben berip koyayım. Bemsan buldu. Oy, buldu. Ben hazır kiyimimni almashtırıp da çıkay. Dünya nereden bunda aşk var? Elbette var mı? Merhaba. Bana kızıyor. Biz bu da daimiyana. Şimdi yatalsın. Şimdi? Osmanlaştı mı? Ne mi yiyiniz lan? Nese kula? Ne mi yiyiniz lan? Tort. Tort yemdim. Tort? Avuya bir tortxana ba, aşağı baramda. Gel. Ayak. Hey, nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Mükü? Yak diye bomba dedik. Takışıp kaldım. Oraya açıyor. Bomba durgan de. Tamam. Yımpatsız. Aman daha iyi muşa oturgan olsa körüp kalmam da. Feride. Yem körüp kaldak koyam de. Ayca. Siz. Başka yak. Ne yemeksiniz bula? Ben bu oyga mükülkenmidim siz. Dadınız değmediniz. Dadamga çokum değmedikin ağzı maaş tamam köp kas bulmaydı. Neymiş ka? Açam ucuz köp durgan bir şey. Açam işte geçti de ama köp kalsın men ne? Dadam değmezse men. Hazırcha muşa gibi turam. Sen turup adamına yağız qağa vaqtda. Ben onu düşendirip andız eşikdime. Tutunuzma? Muşyada? Başka amal yok da. Dadamdan bir boşla alkam, açam, hamamla bilip qas septumam da. Doğru düşünemezsin tutunuzma? Qanchalik turma? Birden la. Ben dadamdan yağız qağa vaqtda onu düşendirip andız eşik olay. Musa bolsun. Şşş. Allah çıkama ama bilip kaldı. Cip duram. Dadam kaya deyişimizde cip duram. Bunun neden tepirmem ben? Birazdan kazıp durayım andı. Ekranda bo'lsin. Bugün bir xil oliy maktabga hayotimiz asal qoldi. Nima debimde? Chunki uchoqlar kunda birga yuratdi. Kunlar shundan ma'nili, xushal o'tdi. Hozir kunda birga yuryapmiz va. Kino ko'rib chiqdi. Qahva ichayapmiz. Siz doktorxonni bek aldirasiz. Mana bir yozga qilgan vaqt olsun. Bir hafta ko'rishdik, ko'rishmasak yo'q shu. Yo'q. Gapim yo'q sizga. Maroj yemsiz? Marojnik? Ha. Nima? To'jirgan tamligini. Sizning nima degan murodingizni bilaman.
Sen baldırak yana qaytыңlar cımı? Qays. Uf, acep charchadım. Sırt tamaq yeymi, öy qaytib yeymi. Öy desem o yaxshi. Lekin hammomdan qutuldaştırdım, acepni zerikdi. Uf. Sen geç kaldın oğlum. Vay aka. Muşu Qaysar sen ko'rib atgan filmning oxiri chiqibdi. Do'konga chiqib elib ol debdi. Yugurib chiqsam do'kon taqoq. O do'kondor bola birga ketgan o'xshaydi. Shuni qaytib kirib olsam, patam qachon uchrab qilib uyga boshlab turib olgandi. Shu gaplashib kesib ketgan tuymay qopdimi? Qo'limda qotqazdim da. Onu men ko'migimni bir kun bo'lib qoldi. Hele qizni maktabga salomat olib qo'ygandi o ha. Voy aka, uncha bola ansirab ketmagina, xotirjam bo'la. Aka, nim tamoq yedingmi? Sen do'kon taqab bo'g'ich, men o'xshitib tamoq yetib turay. Ras, nima etsan edi, qo'soqdek ichib ketdi. Ma'qul aka, ma'qul. Yaxshimisiz lider? Hozir ishda yenib uyga qaytgandim. Nima? Hozirlama? Buldi. Ha, bilma. Ma'qul, hozirli boray. Lider? Ha, kela bolam. Ha, Jasur, mana da bolam. Mek yemek. Ha, oy. Ha, qo'sh qala. Yaqinda bak charchab ketyapsa, ko'zimga o'riqlab qolgandek ko'rinsa. Xizmatlar sal aldirashdi. Bunda vaqtincha tomoqni jiqrab ke. Qaysar degan bir najabkanmidi? Amma tomoq yana tuzli qolib qopti. Sen necha qatim dedim bu tuzni ozsag'in deb. Bu tuzni ko'p iste'mol qilsa, salomatga ziyonliq tursa. Voy, nerede tuzluq? Bu hamman yaqinda tomoq tuzni jiqshiltirgan bo'lib oldi. Bizni sal tuzsiz o'ylayaptamdi bu ya. Voy aka, ajab bir gap qildi ekansan. Haras. Qaysar, sening ishlaring qanday bo'ldi? Pulni qaytarib berdimi ya? Yo'q. Qağa şunu tayin yok. Yani işleripsen de. İşlerimden. Asıl uçtu ben özüm bilmeydim. Kılıçlamaya yaramaz. Tüzlük yap kula. Kim yaramaz ki ben qasaktım ama. Bo'ldi Jasur. Bu tuga ish. Tagavermagin. Bu tayyip yatqandan azap nädik işlerini qıp bizga işleriplam yuraman. Voy. Ben işlep bersem sana dep berdim ma. Nim nervam tikse? Hey. Akang maçlar gap qilamsa? İş ketdidan beri charchab uyga Dada. Doim akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa men sizdan bolam ku. Hey, uşaq. Tomoq yemaydan bo'lsa? Hey, tamog'ini yeb kirkat.
Bulduklar dada. Mayli qo'yversak, ayga ketib qo'ymaymiz. Tomoq yeyli. Ama ala. Akam bo'lib qolsa. Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Ashu cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atgan chayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atgan chayi. Ayollar gülge okşaydı. Ayollar özünü tutuşni, özünü asrashni bilish kerak. Takilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talalık deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suvsinish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qarag'ach markali sopun parashugi vaqti erkin chiqarilsin. Voy nimaning? Kirnan. Qarag'ach markali sopun parashugi. Pokizlik madaniyatning ifodasi. Pokizlik safoning namoyandasi. Pokizlik sog'lomlikning boshlanmasi. Xalqimizning eg'iz bo'shliqi sog'lomligiga ko'ngil bo'lish kamolatning sharafli vazifasi. Artist tanlash, men bu film kirishdan oldinlam yoki biz film qilgancha muqarrar bekib bo'lgan bir necha artist bor. Bo'libmi Ato obrazni o'ynagan Abdulla Abdurim, Son o'ynagan Xayrul Hasan va shu taraqqiyotni menayotgan mishk obraz bekib bo'lgan joylar ashning atrofidagi aloqalari, tang tushlari u mish bizni bosh obrazni bekib bo'lgan ekan ashdan bu bilan maslashtirib artistni ashdan qarab tanlaymiz endi. Biz artist tanlashda eng qiynalganimiz meningcha ma'lum nisbatan Shifalning obrazini tanlash sel qattiqroq ish bo'lib qoldi. Chunki Shifalning xarakteri bir-biriga o'xshamaydi. Lekin bu Aki, Tina, Atifka xarakter o'xshamaydi qanday Hayat kutgan bergaynu ko'zing to'lgan bilan yoshqa ko'zing to'lgan bilan yoshqa gelib kelgaymi ketganlar ishing urgan bilan toshqa ishing urgan bilan Sağım şunda köyünü diken bu bala. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Açığın yanmakta ha. Yaqay aka. Hazır çıkıp oturmuşma. Tam hakkında gel. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Vay can bu ne dada? Öyle bir anlaşmayı ne bulmuşlar? Oturun ha. Bulmasa naştınızda kıpla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda kışımı sıksa. Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsın. Sıkıldım lan. Vay aca. Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Beraber çayacak. Pardon. Tabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş bir elden? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğer jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam kılyan basa. Akamның toğra. Kanda olsa memsinden balan bu. Bu bak. Ayya. Oğul olmuş ılamdı. Ha? Eğer bu öy satsan lan ben öyle çıktı ben. Kulkamlar
Öldürüz bizga güvensen. Dadanın aldı bir xalq pul tashlab bersanlarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Tog'a ko'zingizni oching. Appa! Gözüm koymaz, gönül kanmaz. Bana arman yoruk dünya. Bana arman yoruk dünya. Bana arman yoruk dünya. Ömür damam yetkeyim suyup silen yaşaşma. Suyup silen yaşaşma. Ömür damam yetkeyim suyup silen yaşaşma. İnaklık gevheri kaldı kız bağımı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kız bağımı asraşka. Yandaş bağımı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günündün, rencişler dilimdin, tapalmasın cay. Cilger gülnün tikini birge, güzel bu yüzüde dal bulsun o ay. Cilger gülnün tikini birge, güzel dur yüzüne dal bulsun o ay. Kısmetler hemmigen okşaşta kiyin, özgermez hakikat hayat ve mamut. Kalbimde memnunluk bulsun barşiga, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmigen okşaşla qiyin, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esingdin ketmisin shu oddiy savol. Kısmetler hemmigen okşaşta kiyin, özgermez hakikat hayat ve mamut. Kalbimde memnunluk bulsun barşiga, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmigen okşaşla qiyin, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esingdin ketmisin shu oddiy savol.
esingdan ketmesin şu oddiy savol